Navbatdagi baxtli mijozimiz Abduvohid aka 102 million katta chegirma bilan xonadon xarid qildilar. Abduvohid aka xonadonlar xayrli bo'lsin-ki, necha xonali xonadon xarid qildingiz xudo xolasa? 2 xonali. 2 xonali. Siz qancha boshlang'ich to'lovni oldingiz aka? Boshlang'ich to'lov 60 million qildik. 60 million boshlang'ich to'lov qilganingizda sizga umumiy hisobda 102 million katta chegirma bo'ldi. Har kvadrat metrdan adashmasam 1,5 million chegirma bo'ldi, shuni to'g'rimi? Nimaga aynan bizni kompaniyani tanladingiz aka? Bizning kompaniyani tanlab, shu loyihamizni qulayliklari boshqasi qaysi sizga ma'qul bo'ldi? Sizlarnikini balkonlari bor ekan. Ikkinchidan, ruschasiga aytganda lokatsiya sentrga. Ha, loyihamiz lokatsiyasi zo'r bo'lganligi uchun loyihamizni xarid qildingiz xudo xolasa. Haligi odam gavjum joyga yaqinroq bo'lgani uchun hamma infratuzilmasi rivojlangan, tayyor xudo xolasa yashash uchun zo'r. O'shanga shuni tanladik-da sizlarni. Zo'r Abduvohid aka, xudo xayrli bo'lsin-ki, yana bir duo qilib xudo xolasa. Amin. Allohim doimo ishlaringga rivojini bersin. Shu yillarda 5 kas bitirib olishlaringda Xudoning o'zi yordam bersin. Doim 5 kas sog' salomat ishlayveringlar. Rahmatga yorqinlar. Abduvohid aka kattakon rahmat. Xayrli bo'lsin, yaxshi kun hisob qilsin xudo xolasa. Xo'p, sog' bo'ling. Rahmat mayli. Xo'p, Sizlarga ham rahmat mayli.